Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Viloyatimizda o'quvchi yoshlarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularni madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlariga faol jalb qilish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamiz ana shunday tadbirlardan tayyorlangan. O'zbekiston Ekologik partiyasi Qo'shko'pir tuman kengashi, xalq deputatlari tuman kengashi, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamkorligida loyiha doirasida keng qamrovli tadbirlar tashkil etilmoqda. Tumandagi 13-son umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil qilingan oromgohga 300 nafardan ziyod o'quvchi qamrab olingan. Bu yerda yoshlarning bilim va ko'nikmalarini boyitish qiziqishlarini inobatga olgan holda mohir qo'llar, yosh kitobxon, shaxmat, shashka, futbol, ingliz tili kabi to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ular orqali o'quvchilarning bo'sh vaqtlari mazmunli va foydali o'tmoqda. Shu bilan birga madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitobxonlikni rag'batlantirish hamda o'quvchilarni ijtimoiy faol hayotga jalb etishga qaratilgan 5 tashabbus doirasida turli tadbir va musobaqalar o'tkazib kelinyapti. Albatta bu tadbirlar o'quvchilarimizni o'zlarini salohiyatlari, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda juda yaxshi samara bermoqda. Ayniqsa mana shu tadbirlar, sport tadbirlari, axborot texnologiyalari, chet tillari, kitobxonlik tadbirlari o'quvchilarimizda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bunday tadbirlarimizda o'quvchilarimiz yanada kayfiyat, yanada bilim bilan, katta qiziqish bilan, imkoniyatlar bilan yangi o'quv yilini boshlashga zamin yaratadi. Tadbirlar davomida o'quvchilar uchun ekologik madaniyatni oshirish, atrof muhitni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan targ'ibot ishlari olib borildi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan yong'in xavfsizligi bo'yicha amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazilib, maxsus texnika va jihozlar namoyish etildi. Tumanimizda ekologik madaniyatni yuksaltirish bo'yicha barcha ta'lim muassasalarida, mahallalarda keng qamrovli targ'ibot tadbirlarini amalga oshiryapmiz va shu qatorda bugungi kunda mana 13-maktabda ham katta tadbirlarda qatnashib turibmiz. Bunda bizga mahalla, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amalga oshiryapmiz. Bu esa samara bermoqda. Asosiy maqsadimiz tumanimizdagi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolarda ekologik madaniyatni yuksaltirish va bu bo'yicha amaliy ishlarni davom ettirmoqdamiz. Dolzarb 90 kun dasturi nafaqat dam olish, balki o'quvchi yoshlar uchun o'sish, o'rganish, rivojlanish va yangi innovatsiyalar sari yo'l sifatida qaralayotganini ko'rsatmoqda. Mazkur tashabbus kelajak avlodning sog'lom, bilimli, faol bo'lib ulg'ayishi uchun muhim zamin yaratadi.